Bizda navbatdagi mashinalar trekker. Xo'p, bu trekkerimizga qilib berayotgan ishimiz tormoznoy vakuum ketganiga tormoz sistemasida muammo bor, uni to'g'rilab beryapmiz. Xo'p, keyingi trekkerimizda bo'lgan muammosi balonlarning davlenasi. Buni qilib beramiz. Xo'p, buni 1.7 davlenaga tushirib beramiz. Bunda bizda keyingi avtomobilimiz Cobalt avtomobili salondan chiqarishgan ekan. Hozir Cobalt avtomobiliga o'zining shtatniy pultlardan zavod bo'ladigan programmasi korobkalariga stage 1 urovenda programmalarini ham chiroyli qilib beryapmiz. Pult bormi bu yer? O'zining shtatniy pultlaridan zavod bo'ladigan programmalarni o'rnatib berdik. O'zining pultlaridan ham zavod qilaveradi. Mashinaning ishlashlari zo'r bo'ladi, idealni. Cobalt avtomobili bo'ladimi yoki trekker avtomobillari yoki kondisioner xizmatlari bo'yicha ham bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Nuboy avtomobiliga kondisioner xizmatlarimiz ham bor. Zapravka bo'ladimi yoki salonlarni ketganmi remont xizmatlari bo'yicha ham bemalol murojaat qilaverasiz.